aka butun O'zbekiston ko'rdi. Hakamni yoningizga chaqirib, imo-ishora bilan bir narsani tushuntirdingiz. Endi taxmin qildik nima deganingizni. Agar sir bo'lmasa o'zingiz aytsangiz. Qanaqa suhbat bo'ldi shu yerda? Yo'q, endi hakamga aytdik, Alloh ko'rib turibdi hammasini. Shuning uchun borini turgan to'g'ri hakamlik qilgan dedi. Sababi endi bu hakam bizga nisbatan Xitoyga qarshi o'yinda o'zini keskin adovatini ko'rsatganda, o'sha natijaga ta'sir qiladigan darajada harakat qilganda, 4-hakam vazifasini bajarardi. O'sha maydonga futbolchini tushirishimiz kerak bo'lganda ruxsat bermagan. Undan keyin o'sha kelib uzr so'rashgani bor, lekin baribir bugungi o'yinda bu hakam tayinlanishi birinchi navbatda futbolchilarga juda katta ruhiy ta'sir qilgandi. Lekin shunga qaramasdan yigitlarga rahmat, matonat, jasorat ko'rsatishdi. O'zbekiston o'zi doim qahramonlar, mardlar yurti bo'lgan. Bugun buni yana bir marta maydonda futbolchilar ko'rsatishdi. Bu fantastik o'yin desa ham bo'laveradi. Bu jasorat, bu matonat. Avvalo yigitlarga rahmat aytaman. Juda qiyin, uddalab bo'lmaydigan vazifani bajarish desa ham bo'laveradi. Hozir hissiyotlar men buni ta'riflab bo'lmaydi. Albatta bu boshqacha emotsiyalar hozirgi holatda.